Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari mana bunaqa arashan, qo'zi qo'chqor, qo'zi sovliq ishqibozlariga mana. Mana bu egamiz xonadoniga yana bir partiya kelib qopti akalar. Toza simjun variantidan, mana. Kimga yoqsa, kim qidirib yurganlar arashan qo'zi ishqibozlariga kelaman. Haqiqiy toza oq yuz, oq dumbalardan kelibdi akalar. Ana boy aka, bular qachon yetib keldi? Assalomu alaykum Nodir aka, keling. Keldim, jimsiz. Siz aka yaxshi kelib oldingiz. Sog'ingiz yaxshimi? Bugun keldi Nodir aka bular. Bular bugun yetib keldi, ha? Shunday ha aka. Oldingi partiyalaringiz nima bo'ldi? Tugab ketdimi? Bitta katta qoldi xolos, unda. Bitta? Ha, u vardi. Akalar mana bunda qidirib yurgan arashan qo'zlardan bo'lsa boqaman degan akalarga mana. Ha. Soni nechta ekan bularni? 9 ta Nodir aka. Soni 9 dona. Akalar, hammasi mana bunaqa xillangan, hammasi oq yuz variantidan ekan. Akalar, hammasi simjun. Maza qilib baqaman degan akalarga. Hammasini yebichlarini ko'rdik, yebichlari zo'r ekan. Hashagim, hamma narsa yorar ekan. Arabaga bularni yosh oyligi qanaqa ekan bularni? Yosh oyliklari. Nodir aka 3 oylar deb berishgan bizga aka bularni. 3 oy. 3 oylar deymiz aka. 3 oy, 3,5 oylik atrofdachilik, ha? 3,5 oylar, 3 oylar. 2,5 oydan 3,5 oygacha bo'lgan variantlardan ekan. Yebichlari qanaqa ekan? Yaxshi, zo'r yeydi Nodir aka, silos berdi men aytaman aka. Yeyishimiz zo'r. Qo'chqori nechta, urg'ochisi nechta? Qo'chqor 3 ta aka. Qo'chqor 3 ta, 6 dona urg'ochisi bor ekan, akalar. Mana hamma dumbalari, hamma yo'q kelishgan, hammasi razizlari bor narsalar ekan mana akalar. Bularning narx-navolari nech pul ekan? Hammasi bir joyga bo'lsa. Bir joyga bo'lsa, lak portlatib tursa, 3,5 dan beraman bir joyga Nodir aka. Hammasini bir joyga 3,5 dan berasiz, ha? Dastlabkasi ichida. Ha, dastlabkasi Toshkentgacha kelishilgan holatda Nodir aka. Lekin hoji akalar ham so'ldan aka bo'lgan hoji akalarga. Bo'ldi. Hozir nech partiya qo'yamiz? So'ldan chiqaramiz. Akalar yana bor ekan qo'ylardi bunaqalardan davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimga qanaqasi yoqsa aloqaga chiqarasizlar akalar, raqamlarni qo'yib ketamiz shu yerda. Mana. Bir joyga bo'lsa shunday 3,5 dan beraman, tanlab olishgan Nodir aka. Shunisi nima bo'ladi aka, o'zingiz bilasiz. Plus minus bo'ladi. Hammanikidaqa shunaqa. Bo'ldi akalar, yo'qsa biz keyingi partiyalarni ko'rsatishda davom etaveramiz. Kimga yoqsa mana shu partiyalarni aloqaga chiqarasizlar. Dastlabkilari ichida qilib berishaveradi akalar. Yo'qsa ikkinchilarni boshlayveramiz. Akalar, mana ikkinchi partiyamizga qora so'rag'onlariga mana qoza simjunlardan ekan mana akalar, mana yiltirjun. Katta bo'lib qolgan qo'zlar ekan. Qo'zi ishqibozlariga mana toza quloqlari butun, chiroyligidan baqaman degan akalarga 3 dona. Ikkitasi mana egizchi ekan. Oyoq qo'llari uzun variant. Mana shu egizakchi Nodir aka. Mana egalasi egizakchi, ha? Ha, bu ega bularni narx-navosi bir joyga bo'lsa uchalasi urg'och ekan, ha? Uchalasi bir joyga bo'lsa nech pul? 3 million Nodir aka. Uchalasi 9 millionga bir joyga ketaveradi, ha? Ha. Akalar, kim mana qidirib yurgan quloqboshlari butun toza sog'liqlar qilib yurgan akalarga mana bir hafta 10 kun yeb-ichishlariga garantiyasi bor. Aloqaga chiqarasizlar, telefon raqamlarini qo'yib ketamiz. Pullarini uchalasini bir joyga 9 millionga dastlabkasini qilib beramiz deyapti. Toshkentgacha vohaga bo'lsa kelishilgan holatda bo'laver ekan. Keyingi partiyasini ham yo'qsam azizlar ko'rsatib ketamiz. Bitta qo'chqar zo'ri bor Nodir aka. Qo'chqarni zo'ri bor deyaptilar. Toza qoldi. Yo'qsa o'shanisini ko'rsatamiz. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar, kimga yoqqan bo'lsa mana. Akalar, 3-partiyamizga zot yo'nalishida bir dona arashan sog'liq qo'chqar ekan. Arashan qo'chqarni simjun shalpon quloq variantidan. Quloqlarning o'lchashi 19 sm ekan. Mana.
hoca akalarga keldim-da buni hoja akalarga. Toza aka. Akalar zot yo'nalishiga Zot qiziqqan akalarga. Baldari ham bor Nodirbek aka mana. Baldaqlari bor. Akalar mana qida yurgan aka xollaga mana orqa kenglari hamma yo'qlar kelishgan, orqasi ham keng narsa, yelkasi ham keng ekan. Mana qo'zar Nodirbek aka. Bu 3 oylik qo'zi ekan akalar. 3 oylik qo'zi ekan. Mana garbonoslari kelgan, quloq oshlari uzun. Quloq tashlashgan. Ana bu aka bu narx navosi nech pul ekan? $700 Nodirbek aka. Bunisi Haligida bir xil bor Nodirbek aka haligida. Misol, bitta Nodirbek aka bo'ladi. aha. Tushunmaydilar, tushunmaydi misol. Kimga o'ylashimki? Jonivor yaxshi narsa ekan. Akalar mana qo'chqorimiz oyoq qo'llari. Kelib, ko'rib, kimdir haligi nimaga undan qo'yapsan tushunmaydi. Nodir aka bu hozir narsa-da. aha. Shunchaki misol $700 qo'yib qo'yaman aka. Tushunadigan akalar aloqaga chiqaveradi. Tushunmayman, tushunmaydi buni. To'g'ri aytish kerak. Buni to'g'ri Nodir aka. Tushunmagan odam bitta qo'zi-yu deydi-da baribir. Misol qo'zi deyish mumkin aka. Misol o'zimizga yaxshi pulga olganmiz. Nodir aka bizga ko'pmas jicha qo'yamiz xolos Nodir aka buni. Bo'ldi. Akalar o'zim aloqaga chiqaverasizlar, $700 xayr bor deyaptilar. Xolos Nodir aka. Misol Bo'ldi. o'zimiz ham yaxshi narsa Nodir aka bu. Qidirgan akalarga aloqaga chiqaverasizlar akalar mana. Hozir misol o'ylabda misol o'z tushungan odam tushunadi bir xil aytadiki qimmat qo'yapsan deyishi mumkin Nodirbek aka to'g'risi lekin biz omonachilarimiz bilan hoja akalar gapga qo'yma tengna uni Bo'ldi. Ana akalar. sog'lom narsa Oyoq qo'llari dastlashini ko'rsatdim do'raman. o'zlari kuchim ham yetmayapti Nodirbek aka kasalxonada bo'lmaydi sog'lom xotirjam Yeb ishlarga bir hafta 10 kun turib berishaveradi. garantiya beraman bir hafta garantiya beraman 10 kun ham garantiya beraman Toza simjin narsa ekan. to'g'risi qarang Boshqa partiyalarimiz qolmadi arabaga. yo'q qolmadi oxirisi Nodirbek aka Bo'ldi. Akalar kimga qaysi qo'ylar tushgan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, pulini kelishib telefon orqali baraka qilaverasizlar akalar. Dastlabkasini qilib berishadi. Yo'qsam akalar videomizda kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Mana. Aloqaga chiqaverasizlar yo'qsam akalar. Mana. Bo'pti arabaga chorvangizni baraka.